Hürmetli vatandaşlık siyemizi davamlaştırımız. Endiki leksiya ötkende sizlerge degenimizdek ya ki sizlerge üzümüz vədi bəgendek biri genocide soykırım doğrusundaki leksiyanın devamı. Biri Yaponiya Amerika münasebeti doğrusu leksiyanın devamını sözlep bulduk. Ende soykırım doğrusundaki leksiyanın devamını sözleyimiz vatandaşım. Mavzumundak. Bugün Çislağa 2021 yıl 4. ayının 27. günü mavzumundak. Irık yoqtaş. Kişilik hukuku tecavüz kılgıçılığını en ağır ayıpligende qandaq bekitiş mümkün? Mavzulu haber 4. ayının 20. günü Amerika avazdan Xitay tili programımızda ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Prezident George Bush devrinde devlet mahkemesi de advokat bulup işlegen John B. Billiner mundaq görsetken. Bu tabir matbuatla ve adeta adamla davamlı işletediğin iraq yoqtoş ibaresinden köp tar ma'niga ega. Belki kasten bütünley yoki qisman bir millatni iraqni diniy e'tiqod guruhlarini yo'qotgan bo'lishi mumkin yoki yo'qotishi mumkin. Muşunun qılıp qartılgan bo'lganda bunun ma'nisi odatda egizda aytilayotganlar qaraganda tor ma'niga egadi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Ichki jihatda baholash jarayonida ba'zida ixtilof paydo bo'ladi. Yoki nima deb so'yqirım deymiz, nima deb demaymiz degan talash tortishlar ichida ba'zida ixtilof paydo bo'ladi. Davlat ishlar kotibi mundaq ko'rsatdi. Antony mundaq ko'rsatdi. Ba'zida davlat mahkamasida advokatlar yetarlik paket bo'lish kerak deb hisoblamaydi. Yani paket toplaymiz deb hisoblamaydi deydi. Masalan, g'arazga asoslangan paketlar. Uning g'arazi nima? Bu g'arazning paketi nima? Ana masala. Ahdinomidagi iraq yo'qotish tabirini qanoatlantirgidek. Yoki ahdinomida qandaq deyilgan bo'lsa, shuni qanoatlantiradigan kepilga ega qilgan paketlar. Boshqa bir ahvol ostida siyosat amaldorlari ma'lum guruh bilan iraq yo'qotish harakati elib bordi deb e'lon qilishi Amerikaning siyosatiga nisbatan siyosiy jihatda foydali deb qaramasligi mumkin. Hukumat buni e'lon qilsa siyosiy jihatda foydali deb qaramasligi mumkindir. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Burma Rohingya musofirlari masalasini baholaganda davlat mahkamasi Sharqiy Osiyo va Ulug' okean ishlari idorasi amaldorlari iraq yo'qotish tabirini ishlatishga qarshi turdi Rohingya musulmonlariga. Bu amaldorlar davomli Burma bilan uchrashishni qo'lladi. Iraq yo'qotish deb e'tirof qiladigan bo'lsak, Burma Jungo tarafga eg'ib ketdi deb hisobladi. Demek hozir iraq yo'qotishni qo'llanmaslik siyosatga bog'liq bo'lib qoldi bu yerda vatandosh. Agar Burma Rohingya musulmonlari qaratgan siyosatda so'yqirım iraq yo'qotishni yo'lga qo'ydi desak, u vaqtda Burma hukumati Jungo tarafga o'tib ketdi. Bu demak siyosat xarakterlik bo'ldi degan gap. Agar biz Rohingya musulmonlarini yoki odamlarini Burma hukumati qirg'in qilmadi desak yoki hech bo'lmaganda so'yqirım deganni eg'iz olmasak, Burma hukumati o'z joyida yoki biz bilan bo'lgan munosabat normal munosabatni saqlab qolishi mumkin deydi. Demak, bu yerda hozir iraq yo'qotish degan so'z bu siyosat xarakterlik bo'ldi degan. Uyg'uriston masalasi davlat mahkamasida ba'zi advokatlar iraq yo'qotish deb belgilashga qarshi turib, ahdinomada belgilangan o'lchamga yetib kelmedi. Ahdinomada belgilangan o'lchamga tahi yetib kelmedi deb hisobladi. Uyg'uristonda iraq yo'qotish ahdinomada xalqaro ahdinomada belgilangan o'lchamga tahi yetib kelmedi deb hisobladi ba'zi advokatlar davlat mahkamasida. Amerika tashqi siyosat orbitida 2. ayda e'lon qilingan bir parcha xabarda mundaq ko'rsatildi.
Devlet Mahkemesi'nin kanun işhanesi xulosalab bundaq hesapladı. Cungo hükümetinin Uyguristan'da Uygurlığa qaratqan zor kölemlik nazarband qilish ve mecburi emgak selish insaniyetke karşı cinayet şekillendirdi. Irq yo'qotish deyishga yetarlik paketlar kamchil. Ve siyaset jurnalida 2 ayda shunda xabar e'lon qilindi. Irq yo'qotish yoki so'yqarim deyishga paketlar kamchil. Lekin xabarda yana mundaq ko'rsatildi. Devlet Mahkemesi advokatının ehtiyatçılık bilen kılgan gapleri Uyguristan'da irq yo'qotish cinayet sodir bo'lmadi deydigan gaplarga barabar emas. Devlet Mahkemesi'deki advokatının ehtiyatçılık bilen aytgan gapleri herkes Uyguristan'da irq yo'qotish so'yqarim bu voqea yuz bermedi deganlik emas yoki shundoq degan so'zga barabar emasdir. Belki irq yo'qotish degan iborani qonun jihati isbotlashning qiyin ekanligini aks ettirib berdi. Irq yo'qotish degan siyosatda qonun jihati isbotlashning yoki ta'birni qonun jihati isbotlashning qiyin ekanligini aks ettirib berdi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Bir millatni qisman yoki butunlay yo'qotishning g'arazlari mavjudligini isbotlash odatda irq yo'qotishni belgilashning qiyin nuqtasidir. Demak, g'araz bilan muddao nima? Hozir Xitoyning muddaosi siz bilan men uchoq vatandoshim. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasidagi advokatlar va yana boshqa jurnalistlarning nazarida bu narsa ochiq emas. Tushundingizmi? Aşılarning ochiqlik darajasi yoki boshda aytgandek xalqaralashish, matbuotlarda xalqaralashish, jamoat fikrida qandaq bo'ladigan bo'lsa, vaqt davlat mahkamasi buning ayrim qaraydi degandek boshqa gaplar. Hozir bu yer nima deydi? Belgilashning qiyin nuqtasida g'araz nima? Jungoning g'arazi nima? Siz bilan bizga oydin Uyg'urni yo'qotish. Bu bugunli emas, zamondan 70 yildan beri ya Kompartiya 10 ayning 1 kuni 1940-yili Abdunum rayon emas, Şinjan'a yani mustamlik Uyg'uriston kirgandan boshlab hozirgacha Uyg'urni qaratgan siyosat yo'qotish. Devlet İşler Katibi Antony Blinken yana mundaq ko'rsatdi. Mushundaq g'arazning borlig'ini isbotlash qiyin bo'lg'achqa, Davlat Mahkamasining advokati bu iborani ishlatgan chaqda ehtiyotchan bo'ldi. Intayin ehtiyot qildi. Hozir Jungo Kompartiyasi mina g'araz bormi yo'qmi? Mushundan qaraganda men eliqa boshda davomli deb kelgan bir so'zim bor vatandoshlarim. Amerika Qo'shma Shtatlari tug'ilib cho'ng bo'lgan odamlarning mutlaq ko'p qismi oq ko'ngil bo'ladi ekan. Sada tuyg'u, sada hissiyot. Germaniyalik psixolog Promno so'zlab aytganda tafakkurning manbai hissiyot, tabiiy hissiyot degandek shu demokratik elde cho'ng bo'lgan, tug'ilib cho'ng bo'lgan fuqarolarning, grajdanlarning kayfiyatida shunday bir oddiylik var. Hozir Xitoyning Uyg'urga qaratgan siyosatini mayli xalqaro siyosat nuqtasidan qarang, mayli Xitoyning ichki siyosat nuqtasidan qarang, Uyg'urni yo'qotish. Uyg'urni yo'qotish. Chunki Uyg'ur degan bir millat, bu bir gavda. Uyg'ur degan millat gavda sifatida ashiyada turadiganlar bo'lsa, hamon bir kuni bu yerda mustaqillik talabi o'tirg'i chiqadi. Qurilgan mustaqil davlatlarni asli keltirish o'tirg'i chiqdi, xuddi bugünkidek. Xitoyning ansirayotgan nuqtasi shu nuqtaga asoslanib Uyg'urni yo'qotish. Endi chet ellarda ba'zi Yevropalarda nima elib berilyapti desa, Turkiston nomi ostida Uyg'ur degan ismni yo'qotish. Musulmon degan nom ism ostida Uyg'urni yo'qotish yoki musulmon degan sifat yoki qanday bir alaydilik deyli millatda. Asli millatning nuqtai nazaridan aytganda avvalgi mavjudlik odamning mavjudligi tarkiblar bo'yicha millatning mavjudligi avval odam, millat, ondan din. Onda uning qaysi dinga e'tiqod qiladiganligi Xristian, Budda yoki islom dini. Manda tartib bilan keldi.
Şunun için hazır Xitayning siyosati başdan oxir Uyg'ur degan millatni yo'qotish. Beut Wolf başdaki eg'iz qalgan tadqiqotchi yana boshqa sobiq hukumat amaldorlari bilan birlashib, Amerika hukumatining Iroqqa qutishni e'tirof qilish jarayoni tadqiqoti to'g'risida. Tadqiqotning jarayoni sifatida yangi doklad yozib chiqqan edi. Buning yana davomi va davomini kelar sanda anglash vatandosh.